Magistral yo'llarda 5,5 litrgacha rasxod qiladigan tayyor zavodskoy tuning qilingan SOM G01F Restyling. Ushbu avtomobilni xarid qilganingizdan keyin ortiqcha xarajat qilib o'tirmang. Shahar ko'chalarida yurganingizda любой odamni e'tiborini tortasiz. Faqat kibrga berilishi. Nima uchun ortiqcha xarajat qilib o'tirmaysiz? 4 ta 360 gradus kameradan tashqari 2 ta qo'shimcha kamera. Bittasi yo'l chizig'idan chiqadigan bo'lsangiz ogohlantiradi, ikkinchisi esa zavodskoy video registratorniki. Undan tashqari avtomobilda беспроводной zaryadka, cruise control, climate control, barimizda esa холодильник, kattagina panorama tom va lyuk. Undan tashqari oldi o'rindiqlarimizda Abdufa Abagrev. Umumiy hisobda avtomobilda 9 ta kolonka mavjud va eng qizig'i, hech qaysi avtomobilda uchramaydigan tayyor zavod tomonidan o'rnatilgan subwoofer ham bor. Avtomobilimiz haqida qo'shimcha ma'lumotlar olish uchun quyidagi ko'rsatilgan raqamga qo'ng'iroq qiling. Yaxshisi avtosalonga tashrif buyurib bir marta test drive qilib ko'ring. Bittada fikringiz o'zgaradi. Barchangizni avtosalonimizda kutib qolamiz.